Bugun men 32 yoshdan oshgan pensionerlar uchun pasport va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar bo'yicha eng muhim masalani tushuntirib beraman. Bu mavzu juda jiddiy, chunki pasportdagi bitta muddat, bitta xato yozuv yoki eski hujjat sababli pensiya to'lovi, bank kartasi, notarius, poliklinika, meros uy-joy hujjati yoki chet elga chiqish masalasida muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa 32 yoshdan keyin odam ko'pincha mening pasportim bor, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda har doim ham shunday emas. Shuning uchun men bugun kimlar pasportini tekshirtirishi kerak? Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Qaysi joylarda nozik jihatlar bor? Hujjatlarni qanday tayyorlash kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga ho'zroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot o'zingizga ham, ota-onangizga ham, yaqinlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvalgi tartibda ko'pchilik fuqaro oddiy pasport bilan yillar davomida yurardi. Pasport ichida yashash joyi, oilaviy holat, ro'yxatga olish ma'lumotlari, ayrim hollarda farzandlar yoki boshqa qaydlar bo'lardi. Katta yoshdagi odamlar uchun bu hujjat asosiy kalit edi. Pensiya olishda ham, bankda ham, notariusda ham, tibbiy xizmatda ham, kommunal idoralarda ham pasport ko'rsatilardi. Ko'p pensionerlar pasportni faqat yo'qolsa, yaroqsiz holga kelsa yoki familiyasi o'zgarsa almashtirish kerak deb bilgan. Hozir esa hujjatlar tizimi asta-sekin raqamli tartibga o'tmoqda. Shaxsni tasdiqlashda ID karta, biometrik ma'lumotlar, elektron bazadagi yozuvlar, yashash manzili, stir, pensiya jamg'armasi ma'lumoti, bank tizimidagi ma'lumotlar bir-biri bilan solishtiriladi. Ya'ni masala faqat qo'ldagi plastik karta yoki eski pasportda emas. Eng muhim narsa shuki, hujjatingizdagi ma'lumot davlat bazalaridagi ma'lumot bilan mos kelishi kerak. Ismda bitta harf boshqacha bo'lsa, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, manzil eski qolgan bo'lsa yoki hujjat muddati tugagan bo'lsa, tizim sizni avtomatik ravishda to'xtatib qo'yishi mumkin. Men amaliyotda ko'p uchratadigan holat shuki, pensioner odam pensiyasini yillar davomida bir bank kartasi orqali olib keladi. Keyin bank karta muddatini uzaytirish yoki yangi karta ochish paytida operator pasportingizni yangilang yoki ma'lumot bazada mos kelmabdi deydi. Odam hayron qoladi. Men kecha ham shu pasport bilan pensiya oldim-ku. Lekin bank, notarius yoki davlat xizmatlari markazi endi hujjatni faqat ko'z bilan ko'rib emas, elektron bazadan tekshiradi. Shuning uchun yangi qoidalar deganda men eng avvalo shuni nazarda tutaman. 62 yoshdan oshgan pensionerlar hujjatning o'zini emas, uning amal qilish muddati, turi, bazadagi mosligi va amaliy ishlatilish imkoniyatini tekshirtirish kerak. Endi kimlar albatta e'tibor berish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa, qo'lda eski namunadagi pasport bo'lgan pensionerlar. Agar pasportingiz eski bo'lsa, muddat yaqinlashib qolgan bo'lsa yoki undagi sahifalar yirtilgan, yozuvlar o'chgan, surat juda eskirgan bo'lsa, uni xoli yuradi deb qo'yib yurmaslik kerak. Chunki hujjat yaroqli bo'lsa ham amalda ayrim tashkilotlar uni qo'shimcha tekshirishi mumkin. Ayniqsa bank, notarius, kadastr, sud, meros hujjatlari, chet elga chiqish va pensiya bilan bog'liq arizalarda bu masala darhol bilinadi. Ikkinchi toifa, 62 yoshdan keyin ism familiyasi, otasining ismi yoki tug'ilgan sanasi bo'yicha eski hujjatlarda farq bor odamlar. Masalan, bir hujjatda Shavkat, boshqasida Shavkatjon yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki eski pasportda Gulnora deb yozilgan, nikoh guvohnomasida Gulnara bo'lishi mumkin. Oddiy hayotda odamlar buni katta muammo deb ko'rmaydi. Lekin meros ochishda, kvartirani sotishda, bankdagi omonatni olishda yoki pensiya hujjatini qayta rasmiylashtirishda bitta harf ham masalaga aylanadi. Men shuni doim aytaman. Pensioner odamning hujjatlarida ism, familiya bir xil bo'lishi kerak. Chunki katta yoshda eng ko'p uchraydigan nizolar aynan shu mayda farqlardan boshlanadi. Uchinchi toifa, yashash manzili o'zgargan, lekin hujjat va ba'zida eski manzil qolgan pensionerlar, masalan. Odam Toshkent viloyatida ro'yxatda turadi, lekin oxirgi 5 yildan beri farzandlikda Samarqandda yashaydi. Pensiyani karta orqali olgani uchun o'ziga muammo sezilmaydi. Lekin poliklinikaga biriktirish ijtimoiy yordam, subsidiyalar, mahalla orqali beriladigan yordam, nogironlik hujjati yoki davolanish yo'llanmasida manzil muhim bo'ladi. Agar manzil ba'zida eski bo'lsa, siz haqingizdagi ma'lumot noto'g'ri joyga ketishi, ariza boshqa hududda ko'rilishi yoki qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. 4-toifa, chet elga chiqmoqchi bo'lgan pensionerlar. Bu yerda odamlar ko'p adashadi.
Ikki shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan chet elga chiqish hujjati bir xil narsa emas. Agar siz farzandlaringiznikiga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatga borishni rejalashtirsangiz, pasportingizni aynan chet elga chiqish uchun yaroqli ekanini oldindan tekshirtiring. Samolyot bileti olgandan keyin yoki chegaraga borgandan keyin hujjatda muammo chiqsa, pul ham, vaqt ham, asob ham ketadi. Ayrim davlatlar pasport muddati safar tugaganidan keyin ham bir necha oy amal qilishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun 62 yoshdan oshgan odamlar safardan kamida 2-3 oy oldin hujjatni tekshirtirgani ma'qul. Endi real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, 56 yoshli opa bank kartasini almashtirish uchun banka boradi. Uning pasporti bor, pensiya har oy tushib turgan. Lekin bankdagi operator elektron bazada familiyadagi bitta harf farqini ko'radi. Eski hujjatda Karimova, bazadagi ayrim yozuvda Karimova to'g'ri, lekin nikoh guvohnomasida boshqa transliteratsiya bilan yozilgan. Natijada bank omonat bo'yicha qo'shimcha tasdiq so'raydi. Opa uchun bu katta tashvish bo'ladi. Agar u oldindan davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limida ma'lumotlarni tekshirtirganida bu muammo bir kunda emas, oldindan hal bo'lardi. Ikkinchi misol. 7000 yoshli ota uyini nabirasiga hadya qilmoqchi bo'ladi. Notarius pasportni, nikoh guvohnomasini, kadastrni va elektron bazadagi ma'lumotni tekshiradi. Kadastrda manzil eski ko'cha nomi bilan turibdi. Pasportda yangi nom, bazada esa boshqa yozuv. Hujjat yaroqsiz emas, lekin moslik yo'q. Natijada hadya shartnomasi darhol rasmiylashtirilmaydi. Avval manzil va kadastr ma'lumotlarini moslashtirish kerak bo'ladi. Ko'pchilik buni notarius qiyinlashtiryapti deb o'ylaydi. Aslida notarius hujjatlar mos kelmasa keyingi nizoni oldini olyapti. Uchinchi misol. 63 yoshli pensioner ayol farzandinikiga chet elga bormoqchi. Chipta narxi 4 million so'm bo'lgan paytda bilet olib qo'yadi. Keyin aeroportga yaqin qolganda pasport muddati yetarli emasligi ma'lum bo'ladi. Endi u biletni qaytarishda jarima to'laydi. Yangi pasport uchun vaqt kutadi, safar kechikadi. Bunda asosiy xato shundaki, hujjat oxirgi haftada tekshirilgan. Men har doim aytaman, katta yoshdagi odam safar hujjatini rejalashtirishni chipta olishdan oldin boshlashi kerak. 4-misol. Atubekasi yoshli otaning pasporti yaroqli, lekin surat juda eski, yuz ko'rinishi ancha o'zgargan. Bank yoki notarius bunday hujjatni darhol rad qilmasligi mumkin. Lekin shaxsni aniqlashda qo'shimcha savol beradi. Agar hujjat yirtilgan bo'lsa, laminatsiya ajralgan bo'lsa, yozuvlar o'qilmasa. Bunday pasport bilan katta bitim qilish xavfli, chunki keyinchalik ikkinchi tomon men bu odam ekanini aniq bilmaganman deb e'tiroz bildirishi mumkin. Shu sababli hujjatning jismoniy holati ham muhim. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizda amal qilish muddati tugamagan, ma'lumotlari aniq, surat va yozuvlari tiniq, bazadagi ma'lumotlar bilan mos keladigan hujjat bo'lsa, darhol vahimaga tushish kerak emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta hujjatlaringizni ko'zdan kechirish foydali. Bu ayniqsa pensiya, bank kartasi, uy-joy, meros, davolanish va chet elga chiqish rejalari bo'lgan oilalar uchun muhim. Yani pensionerning hujjatini faqat o'zi emas, farzandlari ham tekshirishi kerak deb hisoblayman. Chunki katta yoshdagi odam ba'zan muddat yozuv va elektron ariza masalasini o'tkazib yuborishi mumkin. Endi istisnolar. Nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlarga o'taman. Birinchi nozik jihat, pensionerman, demak menga alohida yengillik bor degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Ayrim to'lovlar, navbatlar, ijtimoiy xizmatlar yoki murojaat tartibida yengilliklar bo'lishi mumkin. Lekin shaxsni tasdiqlash masalasida hujjat baribir aniq va yaroqli bo'lishi shart. Bank, notarius, chegara xizmati yoki davlat xizmatlari markazi odam pensioner ekan deb muddati o'tgan yoki shikastlangan hujjatni asosiy hujjat sifatida qabul qilmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Eski hujjat hali ma'lum muddatdan olinishi mumkin, lekin bu uning barcha joyda muammosiz ishlaydi degani emas. Masalan, oddiy kundalik ishda eski pasport bilan shaxsni tasdiqlash mumkin bo'lsa, yirik bitimda. Elektron xizmatda yoki chet elga chiqishda qo'shimcha talablar chiqishi mumkin. Shuning uchun savolni pasportim qonuniy yoki qonuniy emasmi deb emas, men qilmoqchi bo'lgan ish uchun bu hujjat yetarlimi deb qo'yish kerak. Bu juda muhim farq. Uchinchi nozik jihat, ishonchnoma masalasi. Katta yoshdagi odam kasal bo'lib qolsa yoki harakatlanishi qiyin bo'lsa, farzandi uning nomidan bankka, notariusga yoki davlat idorasiga borishni xohlaydi.
Lekin buning uchun to'g'ri rasmiylashtirilgan ishonchnoma kerak bo'ladi. Men o'g'liman yoki men qiziman degan gapning o'zi yetmaydi. Agar pasport ma'lumotlari ishonchnomada noto'g'ri yozilgan bo'lsa, bitta raqam xato bo'lsa yoki eski hujjat raqami ko'rsatilgan bo'lsa, idora hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Shu sababli pasport almashtirgandan keyin eski ishonchnomalarni ham tekshirtirish kerak. 4-nozik jihat. Pensiya to'lovi avtomatik kelayotgan hujjatlar to'liq tartibda degani emas. Ko'p pensionerlar pensiyam tushyapti, demak hech qanday muammo yo'q deydi. Lekin pensiya tizimida ma'lumot bir marta kiritilgan bo'lishi mumkin. Bank esa keyingi tekshiruvda yangilangan hujjat so'raydi. Masalan, karta muddati tugaganda bank shaxsni qayta identifikatsiya qiladi. Ana shu paytda eski pasport, noto'g'ri manzil yoki mos kelmaydigan ma'lumot muammo bo'ladi. Demak, pul kelib turgani xotirjamlik uchun yetarli belgisi emas. 5-nozik jihat, yotoqdayotgan yoki mustaqil bora olmagan pensionerlar. Bunday holatda qarindoshlar avval qaysi idoraga murojaat qilishni bilmay qiynaladi. Odatda masala hujjat turiga qarab hal qilinadi. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi, davlat xizmatlari markazi, notarius yoki mahalla orqali maslahat olinadi. Ayrim holatlarda xodimni uyga chaqirish, tibbiy ma'lumotnoma taqdim etish yoki vakil orqali ariza berish tartibi bo'lishi mumkin. Lekin buni og'zaki taxmin bilan emas, o'zingiz yashaydigan hududdagi mas'ul idoradan aniq so'rash kerak. 6-nozik jihat. Hujjatdagi tug'ilgan sana. Katta yoshdagi odamlarda eski arxiv yozuvlari, tug'ilganlik guvohnomasi va pasportdagi sana ba'zan farq qiladi. Masalan, guvohnomada 1958-yil 3 aprel, pasportda 1958-yil 4 aprel bo'lishi mumkin. Bu kichikdek ko'rinadi, lekin pensiya staji, meros, mulk huquqi, sud ishi yoki chet el vizasida katta muammo tug'diradi. Bunday farqni o'zboshimchalik bilan baribir menman-ku deb yurish to'g'ri emas. Kerak bo'lsa, FADEO, arxiv sud yoki tegishli idora orqali yozuvlar to'g'rilanadi. 7-nozik jihat, familiya o'zgargan ayollar. 62 yoshdan oshgan ayollarda ko'p uchraydigan holat shuki, qizlik familiyasi, nikohdan keyingi familiyasi, erining familiyasi va bolalar hujjatlaridagi yozuvlar bir-biridan farq qiladi. Meros masalasida farzandlar onaning aynan shu shaxs ekanini isbotlash kerak bo'ladi. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar saqlanishi shart. Agar hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, oldindan dublikat olish kerak. Muammo chiqqandan keyin arxivga yugurish ancha qiyin bo'ladi. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. 1-qadam. Pasport yoki ID kartangizni qo'lingizga olib, amal qilish muddatini tekshiring. Hujjat raqami, berilgan sana, amal qilish sanasi, ism, familiya, tug'ilgan sana va tug'ilgan joyni diqqat bilan o'qing. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, farzandingizdan yoki ishonchli yaqin insondan yordam so'rang. Bu oddiy ishdek tuyuladi, lekin juda ko'p muammolar aynan shu tekshiruv qilinmagan uchun chiqadi. 2-qadam, hujjatning jismoniy holatini tekshiring. Yirtiq joyi bormi? Yozuvlar o'chganmi? Surat aniqmi? Plastiki singanmi? Nam tekkanmi? Sahifalar ajralganmi? Agar hujjat shikastlangan bo'lsa, hali o'tadi deb yurish xato. Ayniqsa notarius. Bank va chegara masalasida bunday hujjat sizni qiyin ahvolga soladi. Yaroqsiz holatdagi hujjatni almashtirish uchun oldindan murojaat qilish kerak. 3-qadam, ma'lumotlarni boshqa hujjatlar bilan solishtiring. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pensiya hujjatlari, bankdagi ma'lumot, kadastr, uy-joy hujjati, stir, tibbiy, poliklinika ma'lumotlari bir-biriga mos keladimi? Shuni ko'ring. Men ayniqsa 3 narsaga qarashni maslahat beraman. Ism, familiya yozilishi, tug'ilgan sana, yashash manzili. Shu uchala joyda farq bo'lsa, keyingi ishlar to'xtab qolishi mumkin. 4-qadam. Davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga borib, hujjat turi bo'yicha maslahat oling. Borganingizda shunchaki pasportimni almashtiramanmi demang. Aniq savol bering. Mening hujjatim qaysi sanagacha amal qiladi? Bu hujjat bilan bank, notarius va chet elga chiqish ishlarida muammo bo'lmaydimi? Bazadagi manzil va ism familiyam to'g'rimi? Almashtirish uchun qaysi hujjatlar kerak? Shunda xodim sizga umumiy emas, amaliy javob beradi. 5-qadam, agar pasport yoki ID karta almashtirish kerak bo'lsa, odatda shaxsni tasdiqlovchi eski hujjat, ariza, to'lov kvitansiyasi. Zarur holatlarda tug'ilganlik yoki nikoh hujjatlari, manzilga oid ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hudud va holatga qarab talab farq qilishi mumkin.
Shuning uchun borishdan oldin telefon orqali yoki rasmiy portal orqali ro'yxatni tekshiring. Pensioni odamni bir hujjat yetmagani uchun 2-3 marta qatnatish to'g'ri emas. Shuning uchun tayyorgarlikni o'ylada oldindan qiling. 6-qadam, agar chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, avval pasport muddatini, keyin chipta va viza masalasini tekshiring. Men tartibni shunday tavsiya qilaman. Avval hujjat yaroqliligini aniqlang. Keyin boradigan davlat talablarini ko'ring. Keyin sug'urta, chipta va taklifnoma masalasiga o'ting. Agar pasport muddati yaqin bo'lsa, safarni xavfga qo'ymang. Katta yoshdagi odam uchun aeroportda qaytib ketish nafaqat moliyaviy, balki sog'liq va ruhiy holat uchun ham og'ir bo'ladi. 7-qadam, ishonchnomalarni yangilang yoki tekshirtiring. Agar farzandingiz yoki qarindoshingiz sizning nomingizdan pensiya, bank, mulk yoki davlat idoralaridagi ishlarni yuritadigan bo'lsa, ishonchnomada hujjat raqami va shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri yozilgan bo'lishi kerak. Pasport almashtirilsa, eski ishonchnomadagi ma'lumotlar eskirib qolishi mumkin. Buni notariusdan aniq so'rang. Ayniqsa uy sotish, hadya qilish, meros, omonat olish kabi masalalarda ishonchnoma juda ehtiyotkorlik bilan rasmiylashtiriladi. 8-qadam, hujjatlaringizning nusxasini tartibli saqlang. Men pensionerlar uchun alohida pakka qilishni maslahat beraman. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pensiya hujjatlari, bank rekvizitlari, kadastr nusxasi, tibbiy muhim ma'lumotlar va yaqin qarindoshlarning telefon raqamlari bo'lsin. Asl hujjatlarni esa xavfsiz joyda saqlang. Nusxa asl hujjat o'rnini bosmaydi, lekin ariza tayyorlashda, maslahat olishda va tezkor holatlarda juda yordam beradi. 9-qadam, agar hujjatda xato topsangiz, uni o'zingiz tuzatishga urinmang. Pasportga yozuv qo'shish, o'chirish, yopishtirish, ustidan chizish mutlaqo noto'g'ri. Bu hujjatni yaroqsiz holatga keltirishi mumkin. Xato bo'lsa tegishli idoraga ariza beriladi. Arizada xato qayerda ekanini, to'g'ri ma'lumot qanday bo'lishi kerakligini aniq yozish kerak. Masalan, mening pasportimda tug'ilgan joyim noto'g'ri ko'rsatilgan. Tug'ilganlik guvohnomamga asosan to'g'rilab berishingizni so'rayman. Shunga o'xshash aniq murojaat ishni tezlashtiradi. 10-qadam. Farzandlar ota-onasining hujjatini faqat muammo chiqqanda emas, oldindan tekshirsin. 6-2 yoshdan oshgan inson har doim ham davlat portaliga kirib, SMS tasdiq, elektron navbat, to'lov va arza jarayonlarini o'zi bajara olmasligi mumkin. Bu uyat emas, bu normal holat. Lekin mas'uliyat bilan yondashish kerak. Ota-onangizning roziligi bilan ularning hujjat muddatlarini, bank kartasi muddatini, pensiya tushumini va yashash manzili ma'lumotlarini tekshirib turing. Yana bir muhim maslahat, har qanday xabarni darhol haqiqat deb qabul qilmang. Telefoningizga pensionerlar pasporti bekor bo'ladi. Durgan 2 yoshdan keyin hamma hujjatni almashtirish shart. Bugun bormasangiz jarima bo'ladi degan vahimali xabarlar kelishi mumkin. Men bunday xabarlarni ko'p ko'rganman. To'g'ri yo'l bitta. Rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi, migratsiya bo'limi yoki rasmiy portal orqali tekshirish. Qo'shni aytgan gap ijtimoiy tarmoqdagi noma'lum post yoki bank oldidagi navbatdagi mish-mish asosida qaror qilmang. Demak, 6-2 yoshdan oshgan pensionerlar uchun eng muhim qoida shuki, pasport yoki ID karta faqat qo'lda bor bo'lishi yetarli emas. Uning muddati o'tmagan bo'lishi, ma'lumotlari to'g'ri yozilishi, bazadagi yozuvlar bilan mos kelishi, jismoniy holati yaxshi bo'lishi va siz qilmoqchi bo'lgan ishga mos kelishi kerak. Bank, pensiya, notarius, kadastr, meros, davolanish va chet elga chiqish masalalarida hujjatdagi kichik xato ham katta kechikishga olib keladi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pasportingizni yoki ID kartangizni tekshiring, muddatiga qarang, ism, familiya va tug'ilgan sanani boshqa hujjatlar bilan solishtiring. Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markazidan maslahat oling. Agar ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki keksa qarindoshingiz bo'lsa, bu ishni ertaga qoldirmang. Chunki hujjat muammosi odatda eng noqulay paytda chiqadi. Sizda shunday holat bo'lganmi? Bank, notarius, pensiya yoki chet elga chiqishda pasport sababli muammo chiqqanmi? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni 6-2 yoshdan oshgan yaqinlaringizga yuboring.